Do'stlar, uzoq yaqinda musofirda yurgan o'zimiz akalarimiz bo'lsa, mana shu videoni oxirigacha ko'ringlar do'stlar. Bitta like bosib, qo'ldan kelgancha poddesh qilib like bosib tursanglar, To'lqin aka yo'q bo'lsa ham qo'ldan kelgancha xalq xizmatchimiz kamera orqada akamiz bilan. Akalar, bitta like bosib obuna bo'lib turasizlar. Manzillarni boshqa tushuntiraman. Ertaga yana yakshanba videoni boshdan aytaman. Mana shu kommentariyga ko'p izohlar yozyapti aka. Ming rahmat shunaqa insonlarga. Assalomu alaykum. Joningiz sog' bo'lsin aka. Narxlarni bundan ham arzon qo'yyaptilar. Ayniqsa mas kamerani orqasiga aka, bari rahmat sizga kelyapti. Sababi nimaga? Mashina bozorga chiqib, aylanib mashinani ko'rib, arzon bo'lib shu yerda ekan deb olanmagan inson shu yerda olib ketyapti. Eng qizig'i dokument ichida qilib beryapti. Do'stlar, manzillarni videoda boshida bir qator tushuntiraman, keyin boshqalarni tanishtirishni boshlaymiz. Manzillarimiz Andijon shahar Biyospoyasida. Telefon nomerlar mana shu 4 ta nomer qo'yilgan, hammasi 3 ta kanalga qo'yiladi. Telefon qilib operatorlarga lokasiyadan so'raverasizlar. Musofirda uzoq yurtdan kelgan bo'lsangiz, Andijonga kelib, bemalol Andijonga telefon qilsiz, lokasiya tashlab beradi, tashlab ketaveradi do'stlar. Aka, yakshanba kungacha yana ertaga, bugun dushanba. Mashinalar bitta ko'rsatib qo'ying aka mashinalarni. Akalar bugun kelgan bugun. Juma ko'pchilik mashina bozordan ola olmabdi. O'zim guvoh bo'ldim. Akam obedga keldim, guvoh bo'ldim. 10 ta qimmat, 500 dollar qimmatligi u yoqda tursin, dokumentini qilib bermayapsizlar, qilib beryapsizlar deb 100 dollar, 200 dollar jonimizga qolsin deb mashina bozordan bugun aylanib, ko'pchilik shu yerdan olib ketdi. Minga insonlar, olib ketgan insonlar kommentda izohingizni qoldirib berasiz. Yakshanba kungacha aka, iltimos shu narsani qilib berasiz. Yakshanba kungacha dokument ichida qilib berasizmi aka? Hammasi dokument ichida. Faqat generallik oldi sotisi. Bir tomoni aytilyapti. Faqat generallik oldi sotib qilingan. Yo'q, nobod o'tkazib olaman desa, oldi sotisini qilib beramiz. Generallik qilib 3 million olaman desa, generallik ichida. Faqat generallik ichida. Bank transportlarimiz bo'ladi, aka. To'lqin akamga ham bir salom aytib qo'ying. Ha, To'lqin aka agar bor bo'lsangiz, shunday keling, mana obunachilaringiz o'zi ko'rib turibdi do'stlar. To'lqin aka chiqsin deganlar kommentda izohingizni yozib qoldiring. Lekin biz mana Alloh uchun to'g'risini aytaman, yolg'on gapirmayman. 100 marta oshiq telefon qildik, ko'tarmadi. Iloji yo'q. Qo'ymasak ham bo'laveradi, lekin nimaga? Biz har kuni kutgan obunachilarimizga narxlarni yangi tanishtirib chiqarishimiz kerak. Qani bo'lmasa boshladik. Aka bo'lmasa matizdan boshlayveramiz. Aytgan gap oldinga yo'q. Yakshanbagacha dokument ichida kelaverasizlar. Birinchi matizdan boshlaymiz, kecha ham qo'yganmiz. Uni yili necha edi aka? 2009 edi uka. 2009 puli 2500 ga qo'ydik dokument ichida. Hoji aka bugunchi 100 so'm tushirib berasizmi shuni aka? Hoji aka 500 dollar men chiqarib beraman hoji aka. 2200 dollarga beraman aka ertaga bir kunga. 300 dollar oborsiz. Lekin 2200. 100 dollar to'layman. 2200 da hoji aka bunisi 2011-yilda ishlab chiqqan, kraskasi toza, kecha 3300 qo'ydik. Ertaga 3200 ga generallik ichida bu ham. 3200 ga generallik ichida qilamiz. Mana Spark deganlarga mana 4 ta Spark olib kelib qo'ydik. Spark kecha bitta qo'ydik, sotilib bo'ldi. Bir kunda ele kameraning orqasida sotilib ketdi. Agar ertaga kelsangiz, mana 4 ta Sparkda xohlagan tanlab olasiz, kraska yurgan tekshirib olasiz. Dokument ichida qilib beramiz. Ko'rasizlar ham. Hoji bu 19 yili. 19 kraskasi yurgan. Kraskasi chiqib yo'q desa ham bo'ladi, petnosi bor. Toza hisoblanadi. Toza hisoblanadi. Konditsionergacha ishlaydi hoji. Konditsionergacha bir ikkita xaridorimiz bor bunga ham. 3-paysisi. Pulini ayting. 7000 kami bor desam, balandlik qilmaydimi hoji aka? Baland aka. So'rang bo'lmasa, necha pul qilib bering? 3 tushib berasizmi bundan aka? 6,5 mingga qilib beraman hoji aka. Generallik ichida. Generallik so'm generalni ham qilib berasiz. Hisob. Bo'ldi. Bu degani 6400 ga bo'lyapti. 6400. Bunisi 2017-yilda ishlab chiqargan jika. Buni orqa kriloda petnosi bor xolos. Orqa kriloda o'zida. Ha, bo'lak joyida yo'q. 2017 3-paysisi. 3-paysisi, 4-paysisi. Ha, iskalar ko'rgan ekan. Hoji buni ham 6,5 ming qilib beraman. beraman. Bu ham 6,5. Ha, ya tushib beramiz ichi. Ichi tushib bering. 6400 ga generallik ichida. 6400. Hisob. Bo'laverami hoji aka? Bo'ladi aka, bo'ldi. Sizni hurmatingiz yana 100 so'm tushdim. 6300 ga generallik ichida ertaga bir kunga. 6300 ga olib ketadi. Bunisi, buni yilini hoji aka bu 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi pashti yo'q. Teksaman qilib qo'ygan. Mana teksaman qo'llari ham bor ekan. Hoji aka bitta bordim, hozir ketyapti. Buni xaridori bor to'rtdan. Xo'p. Uka 5 pul qilib bering, ayting. Narx ayting aka. So'rayman. 4800. 4800 qimmat aka. 5 pul qilib bering, ayting. 4,5 mingga. 4,5 4,5 mingga bersam xursandmisiz? Bo'l, 4,5 mingga generallik ichida. Generallik qilib beramiz. 4,5 ming. 4,5 mingga generallik. Yakshanbaga
Akalarimiz ham mana shu yerda o'tirishibdi mana bugun. 2014-yil Toshkent motor. Yangi balon yangi taqilgan. Bunisini 5200 ga beraman. Qimmat aytyapti. Bo'pti, o'zini hech pul bera, ayting-ki. Ichida qilib bitta yangiroq qilib bering. Hozir 5000 ga dokument ichida. 5000 ga. 5000 ga dokument ichida. Dokument ichida qilib beradi, 5000 ga kerak. Keyin hali ham ashiga otasini, onasi 100 dollardan halicha boshlaga bonusi bor, ha. Ardenni yo'q. Poli, yangi javob. Mana hamma yo'q ya. Balonlar ham pachik ekan. Akalar o'tiribdi hali. Hozirga mashinani ham bitta ayting. Kecha 7200 dan Bu yili necha edi? 24 ikki o'yan. Ko'yim 20. To'g'ri, bitta pul qo'yadi. 20 mingdan yurgan ekan. Gazlari bor Bitta ekan. narx ayting. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 7000 dollar generalni ichida ikki o'yan. Bozordan ham olisha olmaydi hozir aka. Generalnisini qilib beramiz. Generalnisi ichida 7000 dollardan. Eshityapsizmi hozir aka? Yidi ham ketmagan ekan. 7000 dollardan generalni ichida. Yakshanba kunga kelaverasizmi? Keyingisi Bunisi 2018-yil ishlab chiqarilgan bitta krilochasi kraskasi bor. Kecha 58 ga qo'ydik. Ertaga kunga bo'ladigan 57 ga generalni ichida bir kunga. bir kunga Ha. shanba bozoriga kelaverasizlar. Bunisi bunisi 2014-yil Nimasi ichida bor, bunisi bor. Buni kecha 4300 dollarga qo'ydik. Ertaga 4200 dollarga generalni ichida. buni ham generalni ichida Sağ ol. qo'yamiz. Bunisi 2006-yil ishlab buni chiqarilgan. yangiroq qilib bering aka, tormoz sezon kelyapti. Akamamiz. Nechta kerak? Aka bitta narx aytib so'rayman. 2600 ga beraman buni ertaga bir kunga. 2,5 ga qilib bering. Bo'ldi 2,5 ming generalni 2,5 ga ichida. generalni aka. Sezon O'zamiz, kelyapti. aka. Hop, 2,5 ga generalni ichida. Akalar mana endi ma'lumiy Gentra 12 so'raganlar uchun Cobotlarimiz bugun yangilashgan narxlarni bugun juda arzon qo'yamiz. 2013-yil ishlab chiqargan Malibu buni narxi 10 ming dollarga qilib beramiz. Bo'laveradimi? 10 ming dollar. Ichi tushmagan bundan. Nechi pulga qo'ydik? Kecha 9400 ga qo'ydim. Hop. 9200 dollarga qilib beramiz. Hojaga generalni ichida ertaga bir kunga. Generalni ichida 100 ta chiqardi sirasi aka. Hojaga 9000 dollarga qilib beramiz 9 ming ertaga. qilib bering, gap yo'q aka mana. 9 ming dollariga dokument Bu 12simiz krediti bor. 2,5 milliondan 3 yil, 1 yili 6 milliondan. Buni ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 4000 dollarga qilib beramiz. 23-yilda 6-payizda. 6-payizda Ha. yuklari bor. 3-yil. Bo'laverami hojaga? Bu Gentramiz 2016-yil ishlab chiqarilgan 2-payizda kraskasi deyarli yo'q. Ichki petnosi bor. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa kecha 7300 ga qo'ydik hoji aka. Yo'q, bu Ertaga 7200 ga generalni ichida. Dokumentini qilib beramiz. Hop, mana kechagidan tushiring deb o'zi tushirib yubordimi hoji aka? Tushiramiz deganmizda, o'tgan Hop. videoda tushiramiz. Xursandmisiz uka? Xursand aka, 100 dollar iloji bormi aka? 7000 bo'lib bo'ladimi hoji aka? Bering aka, Xursandmisiz? Faqat bir kunga ertaga. 7100 ga general ichida 7000 dollar bo'ladi boshlanadi. Xalq bilsin deyapman xolos aka. Bunisi 2013-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi toza bo'lgan, lekin Gentra qilingan, Gentra qilinganlik hisobiga hamma yo'q, bakovoygacha Gentra qilingan. 3-payizda ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa kecha 66 ga qo'ydi, ertaga kunga bo'lsa 6,5 mingga generalni ichida uka bu ham. Qo'l qo'yib turadi xolos. Ha. Sira ko'paygan Yo'q. 2000 dollar puli bo'lsa yetaveradi ham. 2000 ga chiqarib beramiz. Ha. Bunisi uka 2018-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi yo'q. Umuman petnosi ham yo'q. Kraskasi top toza. Buni uka 9000 ga qo'yib bersam xursand bo'lasizmi o'zi? Aka bu Gentrami. Nech pul tushib beradi hoji aka? Ayting. 200 iloj bormi aka? 200. Biz bilan talash tortishyapti. Mana 200 dollar tushib bering aka, Mersurullar qo'lga. Hoji aka 300 dollar tushib beraymi? 100 dollar dokument ichida qilib berasizmi? 86 ga dokument ichida. 86 ga. Gap yo'q. 86 ga dokument ichida aka. 8,5 ming degani mashina. Ya'ni 8500 dollarga Mersurullar chexol qo'ying. Kraskasi yo'qligini ham aytdim hoji aka. O'zi aytilyapti hammasi. Uka mana olmiz 2015-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi kapot kriloda bor. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 6200 dollarga generalni ichida. 6200. Xursandmisiz? 6000 doziga bor? Yo'q, 6000 ga ziyon ancha ko'payib ketdi. 6100 bo'pti aka. Hop, 6000. 6100. Hop, xursandmisiz? Xursandman. 6100 yerda yap ketishadi. Mana
Bunisi 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Bitta krilosi kraskasi bor ekan. Kecha 5400 ga qo'ydik. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 5300 ga generalni ichida. 5300 Ha, bitta kriloda kraskasi bor, 2011 xolos. Endi bu mashinani bitta ko'rasizmi-ku? Bu qarang. Bu uka haqiqiy bank ishlaydigan mashinasi, o'zini jiyanim mashinasi uka. Bir tomchi ham kraskasi yo'q, chizig'i ham yo'q uka. Mana bu yigini ham ko'rib qo'ying, bu yigini ham. Mana 20 ga 21 ekan mana. Yashaskalari ham mana. Qilichlarni ham ko'ring. Bir qo'l mingan orqa suynasiga pastga odamlar chiqib qolgan. Orqalarini ochib qo'yginda, orqalarini. Zapaskasi ham tushib qolgan, bu ko'ring, hozir aka. Yangi gazini ham qo'yib qo'ygan. Salom, chevap bo'ladi. Video. Gazi ham balonlar ham. Uka, bir qo'l mingan uka. Faqat ishga borgan kelgan uka. Yili ham 20 ga 21. Shunaqa inson oladi, davlat ishlaydi, yo'l bozorda Eshting, pokizaligi, tinnaqcha ham g'ubori bo'lsa 1000 dollar kam beradi. Bo'ldi. Buni ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 8,5 ming dollar qilib beraman. 20 ga 21. Shoshilinglar, kim olsa 8,5 20 ga 21. 20 ga 21, 8,5 mingga dokumenti ichida. dokumentini qilib beraman. Ha, dokumenti ichida. Yurgani ham 100 ming. 100 ming yurgan, bitta ham nuqsoni yo'q. Nuqsanmisiz? Mana 100 dollar dadasini, onasidan kelsa o'zim adden hisob Olgan qo'yaman. insonga bonusi Bo'ldi, 100 dollar bor. Kimdan kelsa ham 100 dollar bor. Sizlar uchun so'rab qo'ydim, nima so'ramadingiz kamin degan uchun so'rab qo'ydim. Ukajon, mana endi mana 07 ni bugun olib qoldim. 2008-yil ishlab chiqarilgan uka. 2008 50 partiyada. Ha. Salonlarini ham ko'rsating mana. Bilan kelaversan aka. Mana 2008-yilda ishlab chiqarilgan, holati jicha ta'mi taraf, motorlari zo'r. Bitta hindisiyasi go'zal holat. Ha, ammo buni jicha tomdan pastini bir qator septirib oladigan bo'lsa 3000 dollarlik mashina oladi uka. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 900 dollarga qilib beraman hozir aka. 2008 yili ya. 800 ga bering aka. 100 dollar. Ursamiz uka. Ursam bo'lamiz aka. Bo'ldi, 800 dollarga mana 800 ertaga. dollar ertaga bir kunga. Bir kunga 800 dollarga. 100 dollar so'rab 2008 aytib qo'ying yilini. 2008 mi? 2008. Gap yo'q aka, 2800 dollar 2008-yil aka. 2008 800 dollarga uka. 2008 aka, men 2008 Lekin buni mashinaga barter qildik, mashina jicha foyda qilgani uchun buni arzon qilib berib olyapmiz. xalq uchun bo'lyapti. Ha. Bu Nexus'imiz 2018-yil ishlab chiqarilgan 2-paytsa. Kraskasi deyarli pastli jicha petnolari bor uka. Buni ertaga kunga bo'lsa 8000 dollarga generalni ichida. 8000 dollar beraman. Bo'laverami hozir aka? Yo tushib beraymi? 200 bormi aka iloji? 100 so'm tushib beraydi hozir aka. 100 so'm. Ha, bo'pti, gapingiz o'lmasin. 200 so'm Shu tushdingiz. xalq uchun bo'lyapti. Bo'ldi aka. Xursandmiz uka? Xalq xursand bo'ldi, yo'qamizda. 2017 bu avtomat korobka. Maloshning talonlari mana shu. Ha, kecha ko'rsatganmiz. Buni bo'ladigan bo'lsa ertaga 7000 dollarga generalni ichida qo'ydi. Dokumentini qilib Ha, beramiz. taklif ichida. 7000 Ertaga kelaverasiz, dokumentini qilib beramiz. Bunisi 2019-yil avtomat korobka uka. Kraskasi yo'q buni. Kraskasi top-toza. Top toza. Uka, bu mashina o'zi bizda balandda turib, ertaga kunga bo'lsa 8,5 mingga generalni ichida. 8,5 ming generalni qilib beramiz. Xursandmiz uka, mana tushirib yubordim Davlat Nexus. raqamini Ha, eslab qoling. qilaverasiz, eslab qolib. Kelganda davlat raqamini kelib ko'rib ko'rsatasiz. Uka, bu 2021-yil avtomat korobka, umuman kraskasi yo'q. Tomchi ham, petnosi ham yo'q uka. Top toza. Ha, hamma yo'g'i bor. Mana ishlarni ham ko'rsatib qo'ying. Salonlari ham, kondisionerni kecha ishlatdik o'zingiz. Bir deganda ishlayapti. Yeni Uka, buni ertaga kunga bo'ladi 10 ming edi o'zi, ertaga kunga 10 ming demay aka, 10 ming pastida qo'yib bering shuni. 97 ga qo'yib bersam bo'ladimi generalni ichida? 97 ga mana 100 dollar so'radi xalq uchun. Hisob. Xalqim uchun. Xursandmiz uka? Xursandmiz aka. Bo'ldi gap. Ertaga kelib bir kunga yuramiz shamni bozorda. Yurma davlat raqamlarini Cobalt so'raganlar. Bir Cobalt ham tushiramiz aka bu. Bo'ldi uka. 2014-yil kraskasi u deyarli 15% bor. Uka, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bu 59 ga generalni ichida. Kecha 6 mingga qo'ydik. Bugun 59 ga generalni ichida. Mashinaning narxi 58. 100 dollar tushirdik shunda. Tushundik mana uka. Davlat raqami 120 ekan. Ertaga bir kunga 5900 ga generalni ichida. Bu ya'ni 5800 bo'lyaptimi? Ha, 5800 mashinaning narxi. 100 dollar 59 ga qo'yapmiz, 100 dollar generalni ichida. Faqat generalni boni dokument. Yo, nobodi olib sotib olaman desa bir tomonni qilib beramiz. Bir tomondan bir tomon. Ha, nomerini o'zi olaveradi uyga borib. Necha pul bilan chiqadi aka shunga aytib. 1700 bilan chiqadi uka. 1700 bilan chiqaveradi. Hop. Bunisini yili necha? 2015-yil uka 165 ming yurgan bu. 163 ming. 163 ming yurganmi? Bu
Buni uka 6800 ga qo'ydi, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bitta bang'alat beraymi uka? Bitta arzon qo'y. 6,5 ming dollar ertaga bir kunga. 6,5 ming. Generalni ichida uka. Dokumentini ham Ha. 6,5 ming gen. Uka mana 3 Cobalt mana yangi keldi. Uka mana Cobaltlar uka. Hammasi mexanik. Ha, hammasi mexanika. Monosi 2020-yil. 20. Kraskasi yo'q, petnosi bor. Tiyitcha bir. Chapalaq. Qozoq hisobda. Ha, ikkinchi paytda bu to'rtta diskalarni ko'p bo'lgan ekan uka. Uka buni ertaga kunga bo'lsa 10 mingga qilib beraman uka. Necha pul tushib berasiz? 10 ming dollar. Xo'p, necha pul qilib beray uka? 100 so'm so'rayman. Agar imkoningiz bo'lsa undan ham tushib bering. Men xalq tomondan. So'rang, necha pul tushib beray uka? 100 Ayting. so'm tushib beringchi. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 9,5 mingga generalni ichida. 400 dollar Ha, mana siz aytasiz, men o'ylayman. 9,5 mingga generalni ichida uka. 9,5 Uka mana 9,5 2 mingga generalni ichida. 2 mingga bemalol chiqadi. 1800 ga ham chiqadi. Keyingisi. Hoji aka bu 2021-yil. Bitta kriloda petnosi bor uka. Buni ham bitta bang'ilab beraymi hoji aka? Bitta narx ayting so'rayman. Bitta aytaman bu. 2021-yil uka. 1400 markasini chiqarib beraman uka. Boshdan Nomiga o'tadi. pasport, nomer Nomeriga pasport. qadar berasiz? Hamma yo'q. 1400 ichida. Bir общий summasi ham 9300. 9300. Ha. 9300. 621 da ertaga telefon qilasizlar, lakasini so'rab kelaverasizlar. Xursandmisiz? Aka xalq xursand bo'lsa. Ko'taring nasrayni undisa. Bunisi mana 2014-yilda mokrisi. Ikkinchi paytda uka. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 7000 dollarga qilib beraman. Bo'laverami hoji aka? 7000 dollarcha qimmat, 482 ming euro. 482 ming yuribmi hoji aka? Yo'q, Mashinaga ideya. tezlavani to'lab qo'yilgan. To'rtta ballonlari yangi ekan. Ayting hoji aka bo'pti. Necha pul qilib 200 berasiz? dollar bordi. Xo'p, xursandmisiz hoji aka? Xursand bo'la. 6800 ga generalni ichida aka. General dokumentini qilib Hamma beraman. yo'q ichida. Buni yana 6700 ga bo'lyapti. Xo'p, xursandmisiz? Ha, xursand bo'ladi ertaga. Bo'ldi Aka aka. sizdan mashina olib, men xursand bo'ldim deb ketadi, gap yo'q. Libo inson kelsa xursand qilib jo'natamiz. Ertaga shuning uchun kam-kam so'rayapti, iloji boricha akamiz mendan ham Ha. tushiryapti. Rakab bizga to'xtatib. Pensiyalarni ham tushiraveramiz bugun hoji aka. Bozorda yo'q narx qo'yib beraylik aka. 2014-yil 130 ming yurgan uka. 2014-yil ekan. Gapiring hoji aka, 5000 kabi bor mana. So'rang bu. 5000. 400 tushib berasizmi? Hoji aka. Men uyni qaydan olaman, unaqa 400 dan tushib bersam. Bo'ldi, gapingizni oldim. 4600 ga generalni ichida bir kunga. Bundan qilmasangiz qilmadi. Eshiting. Bir kunga eslab qo'yla 4600 ga generalni ichida. 2014 130 ming yurgan. Kraskasi qanaqa aka? Bet. Petnosi bor, 10% dan chiqmaydi. Ha. Bunisi 2014-yil top toza uka. Kraskasi yo'q. Buni 5000 dollarga qo'ydim. Ertaga hoji aka necha pul tushib beray bunga? Ayting. Men buni so'rab qo'ydim. Buni aytingchi bitta. 4900 generalni. Yo'q qilib aytgan ertaga. 4800 generalni ichida. 4800 oxiri keladi. Ha, endi 100 so'm bonusi bor. U qo'qis dadasining ayasidan kelib qolsa qo'qis beraman iloji yo'q. 4800 ga generalni ichida hoji aka. Dokumenti ichida akalar 100 so'm pulingiz. Bunisi hoji aka 2015-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi deyarli yo'q. Jicha 10% petnolari bor. 2015-yil yili ham hoji aka. 2015 4800 ga generalni ichida qilib beraman hoji aka ertaga bir kunga. bir kunga. Ha, 4800 ga generalni ichida. Hech bu bilan chiqarib yuboramiz. 1600 1700 dan chiqib ketdi. 1,5 ming markasini chiqarib beradi. Yana menga ilojini qilib beraman. Bunisi 2010-yil ishlab chiqargan. Eshikni moldingni pastda kraskasi bor xolos. Boshqa joyda yo'q. To'planyapti shunda. Boshqa yo'q. Top toza. Moldingni pastida. Hoji aka. 2010. O'zim 3600 dollarga olib qoldim hoji aka. 3600 dollarga generalni ichida qilib beraman. Yonimdan qilib beraman. Gap yo'q akalar, shu akamiz uchun bitta like, bitta fikringlarni. Eshityapsizmi hoji? 36 ga oldim, barterga o'tdi. 100 dollarga generalni ichida. Shunda yoningizdan qilib beraman. Yonimdan qilib beraman. Olgan odam keyin minib ko'radi, tirib ketsa ham hamma yo'g'ini qilib beraman. Buni minib ko'rdim o'zim. Zo'r ekan. Omad desa qilib beraveradi. Javob, xudo xolasa. Keyingi Nexia. Bunisi 2014-yilda chiqarilgan hoji aka. Buni o'zim 46 ga olganman, To'lqin akam olgan buni. 46 ga barterga olib qoluvdi. Bu mashinamizni 43, 44 ga kelib, bu yog'iga o'tmayapti. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 44 ga generalni ichida hoji aka. 44 ga. Generalni ichida bir kunga. Ya'ni faqat bir kunga Xo'p. erta yurib kelamiz. Hoji aka bu 2006-yil ishlab chiqarilgan Nexia birimiz. Kecha buni 300 dollarga ham qo'ydik. Ha. Hoji aka bu Nexia birimiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 1700 dollarga generalni ichida. 1700 generalni ichida. Ha.
bitta narsa so'rayman, eshitib turing aka. Faqat xavfga bo'lsa deyapman-da, o'tgan safar ikkita mashina birgalikda qo'ydik. Ha. Shuni pasporti bilan olib ketsa bo'ladimi aka? Iloji bormi? $200 aka. Necha transportingiz? Ha, $200 aka aka. Dokumentiga qo'l qo'ygan $200. 200 bilan kelsin bo'ldi, yetadi. Bir qator so'rab qo'yapman-da, ertaga hali kelib olib muammo bo'lmasin degan aka. Hoji aka 200 bilan kelsin 100% chiqadi. Shuncha akalar men dokument uchun tushunmaganimku, akamizdan bir qator so'radi. O'sha dokumentiga olib kelsin deyapti, mana $200 qo'l qo'ygan joyizga ketadi u narsa, akamizga emas, mashinaga emas, qo'l qo'ygan joyizga, dokumentga ketadi akalar. Bakbatizga endi to'xtatmay turamiz, boshlanadi, mana ko'rib turibsiz, Nexia Cobalt hammasidan bor. Ertaga bir kunga akalar kelaverasizlar. Ertaga shanba, yakshanba kuni, yakshanbagacha aksiyamiz davom etadi. Boshlanadi so'rovi. O'sha Nexia $200 qo'yadi. Real $2000 Manzillarimiz, telefon raqamlari pastda turibdi. Manzilimiz Andijon shahar, temir yo'l vayzanimiz Niyoz Payasda. Taksi chaqirib kelsanglar, taksi bemalol tashlab ketaveradi. Ertaga bir kun mana shu telefon nomeriga operatorlar javob beradi. Nakasana shu operatorlardan so'rayverasizlar. Bakbatizga to'xtatmay turamiz. Aka, gaplaringiz bo'lsa gapiring. Hamma kommentariya yozganlarga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Minnat. Hammaga omad akalar, charchamang. Omad.